Hammaga salom do'stlar, hammangizni ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videomizda ajoyib paklar bo'ladi va tarkibni bir joyga ko'tarishga harakat ham qilamiz. Va ancha shartlarni bajaramiz. Bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Bir yangiliklardan biri aytib o'tishim kerak sizga. Bizning ovorimiz 109 ga chiqdi. Ya'ni mana shu Drogba o'yinchisini bitta rang berib yana bir zonga chiqarganimizdan so'ng bizning ovorimiz 109 ga chiqdi. O'yinchimiz esa 1 zon bo'ldi mana. Drogba. Ajoyib bo'ldi menimcha. 110 ga ham harakat qilamiz hali. Shunaqa. Xo'p, bo'lmasam biz hozir kod neon bo'limiga o'tamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Like bosamiz. Xo'p, men mana bu yerda o'ynayapman hozirda. Tugatish kerak shuni. Bo'lmasam shartlarni bajaramiz. Boshladik. Mana tugatdik. Xo'p. Sog'amizni olishimiz kerak. Mana 25 ta neon tokenini bizga taqdim qildi. Xo'p. Mana bu shartimizni ham tugatib oldik. Ajoyib tarzda. Endi neon tokenlarni olamiz hozir. Xo'p. Mana neon tokeni. Ketdik yana. Mana bu o'yinimizni esa o'ynab olamiz. Drogbani tekshirib ham ko'ramiz. Qanchalik yaxshi zarba beradi. Ajoyib zarba beradi lekin. Men ancha tekshirib ko'rdim bu o'yinchini. Zarbalarni uzoqlardan ham urdi. Endi har doim ham urmasa ham. Ko'pincha uradi. Raqibga tegdi menimcha. Sal qattiq deb qo'yibdi. Mayli. Kimli? Turam Locatelli do'stlar, Locatelli. Vlahovic. Drogba. O'zim bir zonni Tadishni bir zon qilmoqchi edim. Mayli, endi Drogba sal qattiqroq shot beradi-ku. Shuning uchun qildim. Drogbadan ajoyib gol. Bir zon Drogba. Ajoyib o'yinchi, ajoyib hujumchi. Xursand bo'lganim lekin Drogba menga tushganda. Kim xursand bo'lmaydi sizga yaxshi o'yinchi beryapti. 106. Xo'p, Eden Hazard. Pas berdi Virtusga. Virtus o'zi Drogbaga pas berish kerak edi. Va o'z urdi golni. Ajoyib. Virtus gol. Drogba. Chap yoqqa kelib qoldi mayli. Chap yoqda tepa olmaydi-ku Drogba. Mayli. Ricky Milli. Yedi. Mabaqaki yedik. Do'stlar. Yaxshi defending. Drogba. Ricky Milli. Mabaqaki goljan dedik do'stlar. Mana sizlarga gol Drogbadan. Ajoyib gol uradi dedim sizlarga. Drogba bilan hazillashmanglar. Drogba yorib qo'yadi golchilar. Bunaqa gol urish hamma hujumchilarga ham emas do'stlar. Sizlarga tavsiya qilaman Drogbani albatta. 20 ta trening berdim atiga. 30 ta oxiri buni. 25 ta bersam bo'ladimi? Xohlasangiz sotib olib o'ynab ko'ring. Balkim sizga tushgan bo'lsa, misol uchun o'ynab ko'ring shu bilan. Tarkibga mos o'yinchilar bu. Sal xato bo'ldi. Salgina chetga ketdi. Teparoq. Oxirgacha beraman shotni.
Videomiz ancha qiziq bo'ladi. Avvalgi videolarimizda, misol uchun, avvalgi tarkibim videolarda prosmotrlar ko'p bo'lardi. Misol uchun 150 ta, 1000 ta, 3000 ta, 2500 ta, 2900 ta edi. Hozirgi videolarimizda nimagadir kam bo'lib qolgan. Mana go'lordi video. Nimagadir kam bo'lib qolgan. 30 ta, 40 ta, 60 ta bo'lib qolgan. Bilmadim nega buni sifatli chiqmayaptimi. Iloji bo'lsa sifatli chiqarishga harakat qilyapman, lekin prosmotrni ko'paytirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Like bosib, kommentariy yozib, misol uchun. Bilmadim nega. Mayli. Hozir video gollar ko'ringiz. Mana bu yerda tadicham gollar. Keyingisiga tadishni 100 qilishim kerak. Yana Javier Mascherano'larni yig'yapman. Kecha shu Drogbani 100 qildim, keyin bitta Mascherano ham qoladi. Tadishga berib ko'rdim, bo'ladimi dedim. 100 bo'lmadi lekin. 20% da bo'lmadi lekin 20% bilan rangga oshmadi. Mayli. Hop. Turam. Sistema olib qo'yapti. Yana bitta gol ursak edi. Ajoyib shokoladni ish bilar. Yana bitta gol menimcha. Mana gol Drogbadan oxirgi gol. 7-2 hisobga yutib qo'yamiz. 6 ta gol uramiz do'stlar. 2 marta hat-trick qildik nimada. Mana sovg'amizni ochib olamiz. Kod Neon Pack. 260 ta bo'pti. Mana bu yerda yana 200 ta bersaydi 100 tam, 100 tam. Ajoyib shularda 20 ta ber. Hop, bitta mana sovg'amiz borgan 5000 ta. Ikkita Mascherano, 50 ta Neon shardi. Bo'lakcha. 5 million mayli emas. Bo'ladi. Birinchi haftani tugatganmiz. Ikkinchi haftani kutyapmiz endi. Rewards bo'limiga o'tamiz, sovg'alar bo'limiga o'tamiz. Xo'p, mana bu yerdan 200 taga Neon shardini olamiz. Shu tezroq. Xo'p. Hozir chiqamizda. Mana kod Neon bo'limida almashtirib olamiz. Bu nima ekan? Menga yo'qkan bu. Xo'p, mana bu yerda lekin bo'lishi kerak. 70 ta bor ekan. Kerak emas, buni berish baribir. Mana bundan beramiz. 400 taga yetmaydi-yu, 300 taga yetib qolishi kerak. Yo'q. Bo'lmasam 250. Yetar ekan mana 250 taga. Olamiz. Ajoyib. Yana rewards bo'limidan James o'yinchini 1-2 kartini olamiz hozir. Ketdi bo'lmasam deydi. Xo'p, Angliya, Rebe, Chelsea, James 1-2 yaxshi hali. 1-4 ni ham olamiz. Xo'p, 100 ta, 300 ta, 500 ta, jami 800 ta kerak yana Totti tokenlar. Rewards 2 hamla ochiladi o'n kundan keyin. Galereya bo'limiga o'tsak, xo'p, men 400 hozir mana sog'amizni ham olib qo'yaylik. Mana menga mana shu Mitoma o'yinchisi zarur bo'lyapti. Leme nima kerak desangiz, Lemeda menga ko'rib turibsiz. Virtus 1.8 105 bo'lib turibdi. Uni Rikimlini o'rniga bitta rang berib qo'yaman. 1.9 bilan Rikimlini o'yindan chiqaramiz. Mitomani o'sha Lemega qo'yamiz. O'shanda 100 bo'lishi kerak. O'shanga qarab yig'ib hali. Endi 60 ta bo'libdi. 450 ta kerak menga. Yig'ib boraman o'shangacha. Xo'p, ajoyib o'yinchilar bor bu yerda. Mana bu yerdan Dali har kungi challenge'dan sovg'alarimizni olishimiz kerak. Xo'p, endi
video ko'rish kerakmi, ko'ramiz. Ko'rib oldik videomizni. Yaxshi, endi mana bitta tekin pakni ochishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerdan o'zi ochib ko'ramiz. Inchlar 71+90. Mayli, 86 Pedri. Yomon emas. Mana endi bu sog'amizni ham olamiz va bizga endi katta sog'ani beradi. Mana shu yerda mana bir marta aytib o'tadim. Griezmann tushadi. 100 millionga sotadim. Yana yaxshi tush kerak, yaxshi Volkov bor, Icon. Angliya striker Icon kumir kim? Roni 9 million. Mayli. 32-levelga, ya'ni bizning tarkibimiz 32 ga kirdi desa ham bo'ladi. Star Pass bo'limidan sovg'alarimizni olamiz yaxshi. Neon shardini ham berdi bizga. Husanov karta ajoyib turibdi bu yerda hozir. Abduqodir Husanov. Ajoyib o'yinlar ko'rsatyapti bizga. Yana 500 ta games beryapti mana bu yerda. Yaxshi. Mana endi final joyga keldik. Xo'p, mana shu yerdan endi pak qilamiz 3000 samosetga. Qolmoqlarga ajoyib o'yinlar bor, lekin tushsa xursand bo'lasizdim. Bulardan biri. Mayli, boshladik. Ketdi, do'stlar. Boshida o'yinlar beradi bizga mana. Sotladigan ajoyib o'yinlar bilan. Mayli. Ketdi, do'stlar. Omad keladimi, kelmaydimi? Bilmadim. Italiya striker Briziki. Bu juda ham yomon. Minimalka desa ham bo'ladi, do'stlar. Eng oddiysi desa ham bo'ladi. Mana shuncha tushsa edi. Zarur bo'lyapti-da. Yoki shuni marketdan sotib olamizmi? Pulimiz ham videoda 37 millionda manimcha. Endi 1 milliard 136 million 539 ming 339 so'm bo'pti, do'stlar. Pulimiz ancha ko'payibdi. Xo'p. Endi Leme desak o'zini, o'sha Mitom o'yinchisi bilan Nedved bor, faqat eng kattalari biz 5 mana. Nedvedga baribir pulim yetmaydi, ancha qimmat bu. Ana Mitomaga lekin 109 ga ham yetadi mana. 110 gacha. Bunga yetmas ekan lekin. Zo'r bo'ladi shu o'yinchi olsam. Kutamiz lekin. Bu o'yinchi narxi ancha tushyapti hozirda. Yana qilib kutsak ancha tushib ketsa kerak. Balki sotib olarmiz bu o'yinchini, bilmadim. Hop, May Player'san sotiladigan o'yinchimiz bor bitta. Menimcha Luis Figo ham tushgandi kecha. Uni ham sotamiz. Luis Figo. Mayli. Ronini ham sotamiz. Ketdi Roni ham. Saloh turadi, Tevez ham turadi. Muhammad Saloh. Xo'p, 36 million bor. Yaxshi. Hali pakimiz tugamadi, do'stlar. Hali davomiyligi bor. Ekstra pak boqibdi axir. Do'stlar, ekstra pakni tashlab ketamiz. Hop. Mayli, mana shu 102 o'yinchini ham beramiz. Menga baribir karnaval o'yinchilar kerak emas. Faqat kod neon o'yinchilar turadi. Mitixlisni ham beramiz. O'zi 40 ming jetonga tushgandi u.
Qancha bo'ldi ko'rmadimmi? 12 mingga bo'pti, yaxshi. Mana tekin sovg'amizni olamiz besplatdan. Xo'p, Marata. Gol urdi Marata. Jarohat oldi Marata. Gol bo'lganini ko'rib tuzalib ketdi Marata deydik. Mana shu pak menga avval yoqardi, hozir yoqmayapti lekin. Baribir yaxshi o'yinchilar tushmayapti. 104 tushishini o'sha ham qiyinda. Bozorga tushib qolyapman men 104. Siz deganim o'sha mayli. Mana shu pakimizdan qayta bitta briz bir sotiladigan yoki bitta brizlik sotilmaydigan bo'lsa ham tushsa edi xursand bo'lardim. Lekin tushmayapti do'stlar. Omad shukrlarga kelmayapti menda. Omadim yo'q men bilmadim. Yana 96lar to'lib ketdi-da menga. To'g'risi ham-da. Faqat 96 olyapman. Bir 100 beringlar qatya bir 100. Davay 100. Mayli 98 da shu. 100. Ya bir 100 beringlar. Hatto bir Messi'ni beringlar, Ronaldo'ni beringlar 30 kartlarni. 99 bo'lsa. Omad yo'q umuman. Mana shunga qitig'ib o'chayim, bilmadim. Baribir omad kelmayapti. Mana sovg'alarimiz. Oddiy sovg'alarimiz. Oddiy kerak emas. Faqat sotish kerak emas. Shuncha sotiladigan. Mayli, sotamiz. Hammasi 15 million, 45 million pulda. Hammasi sotilgan. Sotildi hammasi buni. 40 million shu. 1 milliard 213 million 363 ming 339 so'm. So'mgacha bor. Xo'p. Endi mana shu Hero Cholonsga kiramiz. Mana bitta mana Rivaldo bo'lsak, qanaqasini tushirgan? Horvat tushlaydi. Horvat tushdi mana do'stlar. Tekras kerak do'st. Chunki shuni ham shartchalar to'lab o'tirgan buni bitsa, xo'p. Mana shuni o'shamiz. Mayli o'ynab qo'yaylikdan ketdi. Mana sovg'achalarimizni olyapmiz. O'ynab bo'ldik. Mana ikkitasini o'ynab qo'yamiz bo'ldi. Hero puzzle'ga kirsak nima gaplar bu yerda? Xo'p, turiga bitta qoldi, Howardga ham bitta qoldi, Howardga. Xo'p, va Grakherga ham bitta qoldi. Qolgan ishlarni olganmiz. Mayli, keyingisiga o'tamiz. Mana shu 109 over hali bir kun kelib 110 bo'ladi do'stlar. Aniq. Yana bir sovg'amizni ochib olamiz. Ketdi. Bitta walkout bo'lsaydi. Kim? Frans Keskoli va Jamal Musiala 6 million turar ekan, qimmat. 6 million yaxshi. Menga bir 7 millionlik Tevz ham tushgandi o'rmatda. Gullit 10 million bu ham tushgandi. Boshqa tarkibimda faqat. Mana shu darvozabonni olib olamizmi? Olamizmi do'stlar? Joy darvozabonga sal pul yig'sak yetadi. 106 aqshi. Erling Haaland, Filip Foden deydik. Olib bilamiz Haaland. Mayli. Xo'p, yaxshi. Beckham Chorlonsa mana ikkita maskeranolarni olamiz. 4-chisini bajarganimiz uchun chapter 4ni. Xo'p, yana sovg'a 3 ta maskerano. Buning kerak, buning kerak. Olmoslik bormi mana? Mana shuni o'ynab ko'raylik.
Penalti tepamiz menimcha bunga. Balkim yutarmiz. Mayli yutmasak ham. O'ynab ko'raylik. Xo'p, kira qolsanki, mana. Xo'p. Yo'q, Azar to'g'riroq deb yaxshi Nazar. Xo'p. Emiliano Martinez. Siz Martinez. Drogba eng yaxshisi. Drogba sen urishing kerak ana shunda. Yutsak biz Pele urishaniq do'stlar. Martinez qaytarishing kerak Martinez. Qo'lingni uzatsang bo'lmaydimi? Tadic qattiq tepdim. Gol bu. Yaxshi. Kontembe. Kumirlarning B'si. Yedda. Emiliano nima qilyapsan? Roman Rekimli gol. Rivaldo yaxshi Rivaldo. Tottida bir zo't karti chiqqan va yaxshi. Virtus urishing kerak. Dana Virtus. Mag'lubiyat biznikimi endi? Yo'q, Jorginho qaytarish kerak. Jorginho qaytar. Nimaga qaytarolmaydi bu? Mayli do'stlar. Bir mag'lubiyat bizniki bo'libdi-da. Xo'p, endi mana chapter 2 ga o'tsak. Mana bu yerda mana bitta maskarana bor. Shuni tugataylik. Bitta o'yin qolibdi, shuni o'ynab qo'yamiz. Edinazar mana bu yerda yaxshi gollar qo'ydi mana. Faqat golli joylarni ko'rsataman sizga. Mana. Edinazar. Mana Drogba ham gol uryapti mana bitta joy. Yaxshi. Drogba yana bir ajoyib golni qo'yapti do'stlar. Bu golni ko'rib bahramand bo'ling. Mana ajoyib gol bu. Mana Tadic ham gol uryapti. Ozgina vaqt o'tib. Ajoyib gol urdi Tadic ham. Mana yaxshi. Mana yutdik bu o'yinimizni 4 ta gol urib menimcha 4 ta urdik menimcha. Bilmadim. Endi mana bu yerdan biz Javier Mascherano'mizni olib qo'yamiz. Collection'ga o'tsak. Bu yerga o'tsak bizga Beckham taqdim qilishadi va biz birgacha bo'lgan o'yinchi olamiz 95+. Sotilmaydi. Icon kim? Germany. Simi Totti Kim? Mateus mi? Öyle. Euro'mu desa? To'g'ri kelmayapti. Qaytib bo'lsaylik. Tushunmadim. Ko'rmadim aftin. Germaniya hakim. Resman aftin. Mayli. Xo'p, Beckhamning bittasini beradim. Mana uni ham berar ekan. Ikkinchisini bermaydim do'stlar. Ikkinchisini ham olamiz al. Xo'p, nima deydi? Qiyin o'ynash kerak deydi. Beckham bizniki do'stlar va nihoyat bizniki David Beckham. Hozir xatolik. Mana do'stlar. Sal xatolik bo'lib qoldi, mayli. Qaytib ko'ramiz. Sal xatolik bo'lib qoldi do'stlar. Ketdi mana David Beckham o'yinchisi. Angliya. Kumir. David Beckham do'stlar. Screenshot qilib qo'yamiz albatta. Ajoyib o'yinchi, qimmat turadi bu. Xo'p.
Tarkibga tushirsak ham bo'lardi endi. Bu tarkibga tushmaydi. Mana bu tarkibga tushishi mumkin. Xo'p. Biz Yaya Turini oldik mana. O'zini nimani olmoqchi edim? Maykon deb mana. Tushunmadim, nima tushmadi? Shunga hayronman. Nega zaxirada ham tushmadi u Beckham? Tushmasa o'zim tushiraman. Beckham. Do'stlar. Tarkibga tushmas ekan Beckham. Mayli, chiqarib qo'yamiz. Xo'p, do'stlar, bugungi videomiz ajoyib bo'ldi degan umiddaman. Ancha paklar qildik. Ancha o'yinchilar ham ochdik. Xo'p, videomiz sizga yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada izohingizni qoldiring. Hammaga xayr, ko'rishguncha. Chao.